Assalomu alaykum, Cherenikuz kanali a'zolari. Bugungi obzorimizda Tiggo 7 Pro Max yo'l tanlamas mashin bo'ladi. Buni biz sizlarga men Alpamuz Berdiboyev hamda Salomat Baqiyev tushuntirib o'tib bo'lamiz. Sirtqi ko'rinishi bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tadi hamda ishga funksiyalar bo'yicha o'zim sizga to'liq ma'lumot berib o'tib bo'laman. Videodan uzoqlashmang, layklarni bosib qo'yaversangiz bo'ladi. Boshlaymiz. Oldi tarafda shunday almazli variantda o'zgacha dizaynda islangan faralar, LED faralar bo'ladi. Bu mashinamizda 360 kamerasi bor. Oldi tarafda da, orqa tarafda da partroniklar bo'ladi. Motor tarafına keladigan bo'lsak, 1.6 turbinli motor, 187 at kuchi bo'ladi. Yo'l tanlamas mashina deganimiz. Bunda 6 rejim bor. Eco, standart, sport, gryaz, pesok 4x4, 4x4 atatidan bor. Disk razmerlari 19lik, balon miyaqki bo'ladi, almashtirib o'tirmaysiz. Bu balonimiz sezon tanlamaydi. Ya'ni 4 mavsumda da o'sha balon bilan ayday bersangiz bo'ladi. Bagaj taraflariga keladigan bo'lsak, ashtalov javoli hammasi elektronik bo'ladi. Hamma mashinamiz 4 balonda yuradi bo'lsa, bu mashinamiz 5 balonda yuradi. Bagaj sig'imligi bo'ladi bo'lsa 475 litr bo'ladi. Al sedina жатқызған holda bo'lsa 1500 litr bo'ladi bagajimiz. Neki ashtalov javoli elektron, егер balаңыз bo'lатын bo'lsa, mana детский rejim bo'ladi. Tiggo 7 Pro Max 26 ta restайлинг bo'lgan varianti, neki orqa taraflari splashnoy variantda bo'ldi, faralari. Orqa taraflarda da partroniklari bo'ladi. Bu endi partronik siz so'shin parkovka qo'yатын bo'lsangiz, zdaniya adam bo'lатын bo'lsa, ichki tarafdan signal berib o'tadi. Sheptarimizda benzin bak joylashgan. 60 litrda oladi. Расходына keladigan bo'lsak, mashinaning 7,5-8 расход bo'ladi qala ishinde. Bu mashinamiz endi ekologiya klass Euro 6 ga жатadi. Endi ichki taraflarini ko'rsak. Endi men sizga to'liq etib funksiyalarni tushuntirib o'tатын bo'laman. Bu mashinada funksiyalar ko'p bo'lgandan men 1-2 unutib ketgan bo'lim mumkin. Yo'qsa aytilmay qolgan zatlar bo'lsa, bilsangiz kommentariyaga yozib ketsangiz bo'ladi. Birinchi siz mashinaga o'tirgandan o'zingizni komfortni sezish uchun shunday quchoqlab olатын sidinalar bo'ladi. И рестайлинг variantlarda полностью o'zgargan salon, shunday изогнутый монитор, karbonoviy material hamda eko kojadan ishlangan materiallardan ishlangan. Multirul, mana tarafında adaptivniy cruise control, mana tarafında multimediani boshqarsangiz bo'ladi. Odan da boshqa sizga eng qulayli taraflaridan biri голосовое управление bilan boshqarsa bo'ladi. Привет, Черри. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Открой люк. Хорошо. Shunday etib, siz dальный yo'lda ketib baratirib, esirtqa chalg'imasdan komanda berib, mashinani boshqarib ketsangiz bo'ladi. Odan da boshqa qo'shimcha komandalari bor. Muzikani o'chir, aynani yoq, konditsionerni qo'sh, ham tag'i da boshqa komandalari bo'ladi. Yana bir qulaylik taraflaridan biri, bunda слепой zona, адаптивный круиз-контроль, полоса удержания, предупреждение о фронтальном столкновении, ya'ni oldinda mashina birdan to'xtab qolsa, sizga ekstrенное торможение beradi. Artdan ham parkovkadan chiqib borayotgan joyda поперечное столкновениеdan, ya'ni sizni ko'rmay turgan yerlarda слепой zonalarda ko'rsatib beradi. Hamda сол столкновение, ya'ni avariya joylardan sizni to'liq qo'rg'ab turadi. Подогрев ысыту системаларына kelетін болсақ, артқы сиденияда, алдыңғы екі сиденияда рульде hamda артқы ham алдыңғы лобовой стеклоларда болады. Одан да басқа обдув, яғни вентиляционный система. Осы да ең бір керекті заттардан бірі. Передний екі сиденияда суыту системасы ham бар, яғни вентиляция. Hamda барында ham болады. Барында ham холодильник болады. Осы жаздың ыссы күнінде ең керекті затлардан бірі бұл кондиционер. Біздерде обычный кондиционер емес, климат контроль болады. Яғни havoning temperaturasini, ishki havoning temperaturasini bir tempda saqlab beradi. 1 gradus qo'yasiz, sol gradusga jetgandan keyin o'zi sol tempda ustab beradi. Hamda o'ng taraf отдельно, chep taraf отдельно qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Odan da boshqa eng bir boshqacha nelerdan biri bu havoni tozalab beradi. Sirtqi havodan ishki havoni 95% kechkim tozalab beradi. Bu bizning klimatga eng bir kerakli zat deb o'ylayman. Siz qalay o'ylaysiz? Fikringizni yozib keting yana bir marta. Yana bir qulayliklardan birine kelетін болсақ, беспроводный зарядкасы бар. Telefoningizda зарядкаga qo'ysangiz bo'ladi.
айта беремін десем затлар көп, даже ядымнан шығып кеткен бір екеулері. Салонда сондай атмосферный подсветка болады. Бұл светомузыка ретінде пайдалансаңыз болады. Музыканың темпіне қарап, ритміне қарап, өзі әртүрлі цветлерге өзгеріп тұрады. И және бір қолайлығынан бір 3 адамның ядлап қалатын память сиденья. Сіз қапыны ашып түсетін кезде қолайлап береді міне. И қапыны жауған кезіңізде мінгеннен кейін сізді және алдыға ысырып қолайлап береді. Акустикасына келетін болсақ, бұндай дауысты сіз басқа автомобильдерде естіпейсіз. Sony брендіне тиесілі, мировой рейтингде бірінші орында тұратын бренд есептелінеді. Музыкаларда тынық, ақырғы децибелларға шкем естіп береді. Артында отырған адам өзін жүде комфортны сезеді. Сондай қолайлы болып, міне өзім бойым 1.85, сол 1.85 бойменен арқайын отырып, даже сиденье артқа сәл жылысқан, сондай өзімді комфортны сеземін. Плюс мынада подсветка болады. Мысалы, машинке атырған болса, сізді жанып тұрады. Сіз қапыны ашып түсіп кетпеңіз үшін. Егер мынау свет өшік тұрған болса, домалақтың атрапы өшік тұрған болса, сіз арқайын қапыны ашып түссеңіз болады. Ал енді машинаның бағасына келетін болсақ, 364 миллион 900 мың сом. Егер бір төлеп алатын болсаңыз, 25 миллион пайда менен 339 миллион 900 алсаңыз болады. Хаммеңізді Черри автосалонында күтіп қаламыз.